Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan og'izda eriydigan va eng muhimi betada o'xshab chiqadigan rogalik tayyorlaymiz. Bismillah deb miskaga elangan unni solib, muz margarinni qirg'ichdan chiqaramiz va kroshka holatga kelguncha uqalab olamiz. Keyin o'rtasini ochib, smetana, razrixlitel tuxumni solib, yaxshilab qo'shida aralashtiramiz. Keyin qo'limizda xamir qilishni boshlaymiz. Videoda ko'rsatilgandek yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Keyin uni selofanga solib 3-4 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Keyin xamirimizni xolodilnikdan olib, teng oltiga bo'lib chiqamiz. Agar men videolarim siz uchun qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Keyin videoda ko'rsatilgandek zuvalachilik qilib chiqamiz. Ozgina unlab yoyamiz joy yordamida. Videoda ko'rsatilgandek mana shunaqa katta dumaloq qilib yoyib olamiz. Keyin xamirimizni to'rga bo'lib va yana kichkina bo'lishlarga bo'lib chiqamiz. Mana shunaqa qilib bulishkaga o'xshatib o'rab chiqamiz. Sal uchini qiyshaytirib listga terib chiqamiz va tillarang bo'lguncha gazda pishirib olamiz. Va videoda ko'rsatilgandek qilib saxinni pudraga botirib olamiz va chiroyli qilib idishga terib olamiz. Shu bilan og'izda eriydigan rogalik tayyor. Like bosib obuna bo'lishni unutmang.